Assalomu alaykum, Bo'lsak ho'kiz boshchilari. Mana Farg'ona viloyat Quva tuman Xonobod mahallasiga teraskamiz kelib o'rnatib berdik. Shu teraskamiz alyumin Aldox 1 antrazit svetda oynalari, двойной yodviy oyna, stekla paket. Hop, bitta narxini oldin aytib o'taman, 16 million so'mga berdik. Dastavka, ustanovka hammasi ichida. Padagonligi bilan har bitta romda bittadan ochilishga dogovor bo'ladi. Akaga bonus tariqasida bitta bu romga katta romni bittasiga ochilish qo'shib berdik. Razmeri, hop, razmeriga kelsak 2.45 ga 1.99 ikkita rom. Bunisi 3.55 ga va 3.75 ga 1.99 bitta katta rom. Bag'da hop 2.30 ga yana 2.30 bo'yi 3.70. Hop, bu ham двойной ayni. Stoykalari chitquloq двойной stoykasidan. O'zini zavodskiy baquvvat stoykasidan. Qanotlari balkon qanot profilda qilib berganmiz. O'zini haqiqiy eshik materialda, falcon ruchkalar. Yopilishlari termon singari go'zal holatda. Likkillamaydi, qattiq yopganlar. Shatatsasi yo'q, xudo xolasa. Ichkaridan beramiz. Yopilishlar mana. Bitta chimchaloqda o'zida yetib boradi, yopiladi. Qulflanishlari go'zal holatda. Liniyalar bir xilda otilgan, yulg'oy bilan qanotga. Oshiq-moshiqlar har doimgidek 4 tadan qora oshiq-moshiq. Eshikning bo'yi 2.10 sm ochilgan. Choklari har bitta liniyalari go'zal holatda. Hattoki bu liniyaga ham ahamiyat berilgan. Zazorlar birga bir olingan. Bu tomonda romlarimiz. Taylari 100% peynalangan. Pimas original padagonli qo'rg'asi ko'pida. Tijlar ligirovishni Xitoy yangi chiqqan tish. Zimaletasi bor. Ko'rishingiz mumkin. Bunday original delfin. Tijlari zimaletali original tish. Rezinkalar har doimgidek SPS bosma rezinka. Yumshoq. Choklari ko'rishingiz mumkin. Tashqaridan ko'rsatib choklari mana birga bir kelgan, shtapik ekan. Mana bu zazor ham mana. Birga o'rta qayd apparatda chiqarib qilingan. Bag'da mana qanotlari go'zal holatda kelgan. Padagonga kirishkalarimiz qo'yib berganmiz 5 cm. Bu tomonga ham 5 cm, oldi tomonga ham 5 cm chiqarib berdik. Zazorlarni ko'rishingiz mumkin. 2.45 lik romda bittadan ochilish, bittasi o'ngga, bittasi chapga. Bunday hammasida bir xilda tish. Bir xilda pimas padagonli antrazit. Padagonlilar oynani tagidan ikkitadan ochilishga bittadan urganmiz. Bitta ham padagonli mana ko'rishingiz mumkin, uzmasdan o'tib ketganmiz. Har bitta chokini o'pmay ko'rsatishimiz mumkin. Chunki ishlarimiz go'zal holatda bo'lib bitgan. Hattoki salapan chiqmaydigan darajada shu chiqib qoldi. Hatto ekanda bittasi qo'ygan, shu ham chiqmaydigan darajada go'zal holatda bo'lgan. Har bitta choki shtati choklarimiz bor. Yurezinalar ham SPS yurezina. Bu tomon duoldan oxirigacha 5.60 cm va 5.50 cm bitta o'pchi ketyapti. Yopilishlari
Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, Quvasoy aloqaga chiqishinglar mumkin. Ishlarni sifatli va chiroyli qilib bitkazib beramiz. Eng sifatli ishlar faqat Quvasoy Akfa'da. Narxi 16 million so'm bo'ldi. Общий ishimizni olib kelib o'rnatib berishimiz buni. 10 kun srok olgan edik. 10 kunning ichida 8-kun olib kelib o'rnatib beryapmiz aka. Aka internetda ko'rib zakaz bergan edi. Ishonch uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Quvasoy Akfa'da qolinglar.